Yo, hammaga salom. Sizlar bilan F-Man HD. Bugungi videomizda YouTube'ga comeback qilamiz jigarlarim. Bugun bizda Spanish Liga 2025-26 season best, ya'ni La Ligani bu mavsumdagi eng zo'r o'yinchilardan tuzilgan pak keldi. Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Joan Garcia o'yinimizga qo'shildi. Bu videoni sizlar katta ehtimol bilan juma kuni yoki shanba kuni ko'rasizlar va men bu videoni payshanba kuni olaman. Yaqindagina bu pak o'yinga qo'shildi va super comeback qilib F-Man HD'ga mana 11000 coinsga, pashti 12000 coinsga pak opening qilib beradi. Jindisida o'zini burun bilan usullarini bor bilasizlar. Qani unda kirib olamiz pak ichiga. Lamine Yamal prosta bu mavsum yorvordi. La Ligadami hamma yorvordi. Xo'sh, proflik Winger driblinglari har doimgidek a'lo darajada, paslari qolgan kartlarga qaraganda zo'r chiqdi. Chunki passi bilasizlar Lamine Yamal bizib tashiydi. Finishinglari juda zo'r, kurllari juda zo'r, tezliklari ancha yaxshi. Xo'sh, endi qaranglar. Yamal blitzkurler va momentum dribbling. Вообще idealni bu qanot hujumchisi uchun va endi bizga eng kerakli o'yinchi bu Kylian Mbappe. Real Madrid uchun omadsiz mavsum bo'lsa ham Mbappe o'zini juda zo'r ko'rsatdi. Gol pucher har doimgidek, driblinglari har doimgidek zo'r, juda zo'r, paslar kerak emas bunga. Finishing juda zo'r, tezliklari idealni. Low screamer, menimcha Mbappe birinchi marta low screamer bilan kelyapti. Fenomenal finishing. Visionary pass va GK directing defense. Himoyani to'g'ri ushlaydigan Joan Garcia. Ikkinchi liniyada ham bu juda zo'r o'ynaydi. Statistikasini ko'rishingiz mumkin. Varatar statistikalari juda zo'r va buni full diga statistikasini ko'rdim. 100 bo'lar ekan. Ikkita narsasi 100, bittasi 99. Qolgan ikkita statistikasi 93, 94 bo'lsa kerak. Juda zo'r statistika bilan keldi va hozir men sizlarga bitta nima desa bo'ladi, usul bilan epic churib ko'ramiz. Qani o'sha showtime bitamda Mbappe kiramiz, Yamal kiramiz va Joan Garciaga kiramiz. Bitta chiqamiz. 100 bosamiz atmeni, 100 bosamiz atmeni, 100 bosamiz atmeni. Produkt detalslarga kiramiz. 3 tani bosamiz. Details bosamiz de, bosilmadi mayli. To'qilabda 900 bosamiz atmen qilamiz va bitta 100 coins. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qani bitta showtime tushib berarmidi? Labi Marcelo'mi bu? Demayman chunki Marcelo chunki faoliyatini tugatgan. Bundoq qilib orqadan ko'rsatarmidi, ha? Chunki bittali yoshida endi. Mayli, Carreras tushdi, Real o'yinchisi. Ketdi 900 dan boshlaymiz bolalar endi. Atmenlar tashlaymiz-da. Haqiqatda bismillahirrohmanirrohim. Iltimos Konami ber, boshlanishi bilan ber. Yo'q. Lenormand tushyapti, adashmasam. Lenormand tushyapti. Mayli bolalar. Birinchi 900 da hech kim tushmadi. Pakkaga kirib olamiz endi. Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Joan Garciaga yana bitta kirib chiqamiz-da. Mayli, bu safar 100 tani 2 ta artmena qilib bitta bosib yuboramiz va biz voy Yamal 100 coinsga. Voy jinnimanmi? Voy Yamal 100 coinsga. Umrimda 100 coinsga buni xushamayam o'yinchi. Voy jinniman men boruman. Nerealman men boru. Jinni Yamal. Ko'rinadimi? 100 taga. Pakda hali o'yinchilar bor edi. Voy! Nima bu omad? Tez kommentariga kirib nima bu omadning? F-Man HD top deb yozib ketinglar. Shu joyga bitta komment, tilim aylamay qoldi. Bitta obunani bosib qo'ying like bilan. Nima qildim hozir? Qaranglar, 100 taga Yamal tushib qoldi. Jinniman u. Ketdi endi Mbappe uchun. 900 talik bundan keyin. Qani bismillahirrohmanirrohim. 900 talikga bitta Mbappe borsa jinni bo'lardim lekin. Yo'q. Voy, lekin Yamal jinni tushdi. O'ta go'zal tushdi Yamal, o'ta go'zal.
Bolalar, sizlarni ko'p kuttirmayman va yana bitta 900 talik bosamiz. Yo'q. Qirol Antonimi bu? Ha, Antoni ekan. Voy. Sizlarga yoqyapti-yu jigarlar, qaytish jinni bo'ldi, FManHD'dan. Shu yo'lga bitta like bilan bitta obunachani bosib qo'yishinglarni tilab qolardim jigarlar. Xo'sh, pakka yana bitta kirib olamiz. Mbappe'ga kiramiz. Joan Garcia ketdi. Yana bitta 900 talikni 2 marta tatmin qilib 100 talikni bosib olamiz va yana Mbappe tushib bersa jinni bo'lardim. Darvozabon tushdi va bizga kerak emas bu. Yana bitta paketga kiramiz. Ko'rib olaylik, 116 o'yinchi qoldi. Hali o'yinchi ko'p. Lekin tushish kerak-da. Shuncha ko'p coins bizga ortib qolsa yaxshi. Va darvozabon yashil forma, lekin bu Barselonaning darvozaboni emas. Dimitrievski. Hop. Хорошо. 8000 coins bor. Bitta 100 coins ochamiz. Tushib qolarmidi? Gonzalo Garcia. Bolalar bitta 900 talik go'mi? Ketdi mana sizlar uchun. Yo'q, bermayapti futbol bizga. Jinnimi bu futbol? Boshimga uraman bu Griezmanni, kerak emas. Fight. Mana endi prям bitta burun bilan ochib ko'ring. Burunim vashshi omadli bor-ku, juda omadli. Mbappeni ber Konami. Voy! Burnimda yana Showtime Mbappe iltimos. Garcia. Nu mayli. Burnim yana omadli keldi. Garcia yomon emas, zo'r, lekin Mbappe qolib ketganda sal alam qilyapti, chunki Mbappega hozir ko'p coins ketib qolishi mumkin. Mayli bolalar, burnim bilan ushadim, lekin yana bitta burnim bilan ochib ko'rishga nima deysizlar? Back to back bo'larmidi? Voy Mbappe! Voy yana burnim bilan! Qanaqa pack opening bu? Yana burnim bilan! Voy jinniman men bor-ku prям. Нереальный ahmoq omad bo'yicha. Pack opening kerak bo'lsa, sirrasi menga yozinglar burnim bilan ushab tashlayman. Voy, nima qilib tashadim? Nima qilib tashaman? Kylian Mbappe. Bolalar, agar eplol olsam, bugun o'zida qo'yib yuboraman videoni. Bitta like bosinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Jinni video bo'ldi-ku. Voy, omadda. Mayli, 75 ta o'yinchi qopti. Pakka rovna yarmi ketdi va nima desa bo'ladi? Pakka yarmi ketdi va 3 xil o'yinchi bor bizda bolalar. Hozir bitta buni kuchaytiramiz. Account zo'r, juda zo'r. Ketdi data подписание mana order of signing. Kylian Mbappe, super Mbappe, просто идеальный Mbappe. Buni kuchaytirmasa bo'lmaydi, jigarlar, buni kuchaytirmasa bo'lmaydi. 106. Joan Garcia'ni qo'yib ko'ran, kam bormidi? Kanoniga bu ikkinchi Joan Garcia'ni ko'rib buni ham qo'yamiz hozir. Qani. Bro, Lamin, Yamal. Kelinglar bundoq qilamiz-da, PPZ. Yamalni kuchaytiramiz, jigarlar. Endi bo'lsa Joan Garcia'ni kuchaytiramiz. Menimcha akkauntdan yo'q, nimasi bo'ladi? Booster yo'q, lekin booster hozir biz olamiz-da. JP'ga sotib olsa bo'ladi. JP'ga booster olamiz. Qani. Hammasi olinibdi. Bratanimiz olib qo'yibdilar. Okey. Laminga beringlar, iltimos. Mana shu booster bitta bor o'zi. Mbappega bo'lsa Stragging Stick beraveramiz. Fizikalik kerak emas Yamalga. Fizikalik Mbappega bo'lganda yaxshiroq bo'lardi. Ketdi unda bolalar. Buq qilamiz-da, overall rating qilib sotib yuboramiz. Love me.
booster etgancha FT bo'lish kerak edi-ku. Xo'sh, FT sotamiz bolalar endi nimadir qilib. Agar FT sotiladigan FTlar emasdi, hammasi yaxshi go'klar. Nu mayli bolalar. Shunisi ham bo'laveradi. Bitta statistikani ko'rib olaylik. Mbappe bilan ketadi-yu. Dembele. Dribbling super, attacking ability super. Finishing nereal. Tezlik ideal. Balans. Bolalar to'g'risi telefon hozir. Telefonda men gameplay qilib bera olmayman. Uzr. Pakopening jinni bo'ldi muhimi. Voy, dribbling, Yamal, prosta boru pik bu. Paslar zo'r, udarlar yaxshi, kurlar normalniy va tezlari juda zo'r. Вообще, Joan Garcia'ni ko'rish mumkin. Monster statistika lekin Joan Garcia'da. 102 nima bu? 102, 91, 93, 97, 96. Nereal. Xo'sh bolalar, video juda foydali edim men. Juda qiziqarli bo'ldi va sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar bolalar ko'proq, masalan, podpiska va like bosib, qo'llab-quvvatlasanglar, videolarni juda ko'p chiqarib boraman endi xudo xolasa. 2000 taga juda ozgina qoldi. Gdet 15 ta qoldi. Sizlarga ishonaman. Mana shu videodan keyin Gdet 2,5 ming 3000 ta qorasizlar meni. Ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar. Bundan bu yog'iga videolar ko'proq bo'ladi. Sizlardan podдержка, mendan kontent. Hammaga xayr.